Assalamu alaykum, hurmatli Bağat Avtosentr kuzatuvchilari. Bugun 5-iyun 2025-yil hammani Qurbon hayiti bilan chin qalbimizdan kollektiv nomidan tabriklaymiz. Satgan mashinamiz yana bugun 5-iyun azon bilanki Cobalt'imiz 2023-24 Darkman Blue Cobalt mashini bo'ldi. 16.000 probeg, yumshoq paket balonlari, metani muvajiba. Beksatbek Hazaristanga yana ekanlar. Beksatbekka naq pulab 142 million so'm berdik. Beksatbek, tabriklaymiz. Rahmat. Kelaverasizlar, Bağat Avtosentrga narxlar arzon ekan. Rahmat. Hammalarni ko'rib uchra kelib oldim mana. Kelaveringlar. Tabriklaymiz senamiz bor. Bundan ham bu mashinalarni olib o'tirish nasib etsin. Satgan mashinamiz 2023-24 mexanika korobka Darkman Blue Bogati Svet mashinasi. Shunday sotiladigan mashinalarimiz bo'lsa, bemalol shunday aytib kelasizlar. O'zimiz naqd pul asosida sotib olamiz, bo'lmasa reklamat besplatni sotib beramiz. Like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirasizlar. Hammaga omad. Yana bir bor bayram bilan tabriklaymiz. Rahmat.